9 ta xodim oqlandi. Kechirilmadi, oqlandi. Qaysi ma'noda oqlandi? Ular urmagan, ular yechintirmagan, ular sudrab birinchi etajdan ikkinchi etajga sochidan sudrab olib chiqishmagan. Majburlab yechintirib, tushib chiqib turib keyin qaytadan yana videoga olishmagan. Ana shu gaplarning hammasi isbotini topmagan u bolalar oqlandi. Bu blogerman deb yurgan, jurnalistman deb yurganlar ham shu. Bir millatning ichida bir buzuq e'tiqodni, bir xoinni, eriga xiyonat qilgan bitta fohishani to'maris qilib ko'rsatishga urinayotganlar Tarusni yetimchalari, dayus odamlar shular. Umumiy ma'noda aytyapman. Kimga tegsa, tegsin. Bizni so'zimiz qilichga o'xshaydi. Qalqoning bo'lmasa, chekkalatib. Ishida soxta jabrlanuvchilar masalasi jurnalistlarni bu savolni eshitishini xohlardim sizlardan tashqariga, chunki mana biz Qashqadaryoda o'nlab soxta jabrlanuvchilar, ya'ni biz o'zimizni hozir tarmoq tilida aytamiz, shunaqangi bir paydo bo'ldi. Bitta odam bir kunda 3 ta, 4 ta, 5 talab odamni ushlab beryapti. Bu narsalar sudlarda o'tib, hatto Oliy sudda o'tgan ishlar ham bor. Endi mana hozir kecha Farg'onada yangi achak paydo bo'ldi. Bizga kelyapti hozir advokatlar. O'sha haligi nima deydi, prokuratura qoshidagi departament, boshqa idoralar, ichki ishlar, xavfsizlik idoralari bor, boshqalar bor. Ularni o'zi haligi nima deydi, ushlab beradigan odamlari bor. Mana shu narsalar mana sudlardan o'tib kelyapti. Boshida biz quyi instansiya sudlarida mayli bu kuchsiz ekan, prokuratura organlar o'zini bir haligisini ta'sirini o'tkazib nima qilyapti dedik, lekin afsuski bu narsalar Oliy sudni hatto filtrdan ham o'tib ketyapti va bu juda tashvishlanarli holat. Chunki aytaylik, non yopilayotganda agar non sifatsiz chiqsa, bu novvoyxona bo'ladimi? Nima deydi? O'sha novvoyxona nufuzi bo'ladimi? O'sha yerdan hudud bo'ladi, hammaga ta'siri bor. Ya'ni jinoyat ishini yoki fuqarolik ishini, ma'muriy ishi sifati bu sudlarga. Endi biz buni bir negativ tarzda yozadigan bo'lsak, hozir sudlar tomonidan e'tiroz bo'ladi, odam ommada qanaqadir ishonchni uyg'otish degan narsa. Lekin yozmaslikka ham iloji yo'q, chunki o'nlab bunaqangi ishlar. Hatto Qashqadaryo viloyatida sudni nimasi ham bor ekan, xususiy ajrimi ham bor. Ya'ni 10 ta ish shunaqa bo'lib qoldi. Mana departament bunga qara degan, lekin departament bajardi. Men Oliy sud rahbarlari bilan boshqalar bilan gaplashganimizda ham aytildi bu narsalar. Masalan, nima uchun departament yoki boshqalar bunaqangi soxta jabrlanuvchilarni olib kirib, jinoyat ishlarini qonunlashtirib oladigan bo'lsa, ularning rahbarlari bilan yoki bo'lsa hukumat darajasida bir kelishib olish yoki bo'lmasa bunaqangi narsalarni oldini olish bo'yicha bir choralar ko'rilyaptimi yo'qmi? Biz konkret choralar ko'rayotganmiz. Men buni mas'uliyatini bo'ynimga olib aytaman. Chunki mana Qashqadaryoda 30 dan ortiq ishlar ko'rilgan bo'lsa, bularda hozir 4 dan 5 tasi oqlandi, lekin qolganlari turibdi. Hatto shunchalikki xotini jabrlanuvchi bo'lgan, eri guvoh bo'lgan, bolalari xolis bo'lgan. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Sud zalida hamma qo'lini ko'tarib, "Qora aka bir duo qiling" deyishdi. Ajoyib g'alati bo'ldi endi. Duo qildik, Alloh adolatni qoyim qilsin. Shu. Ana undan keyin boshlandi. Direktor ayolni chiqib bo'lgan hodisani qisqacha tushuntirmang dedi. Ayol chiqib tushuntirib berdi. Tushuntirishini aytaymi yo kerak emasmi? Hamma biladimi? Direktor ayol chiqib aytdi, "Meni dedi, turmush o'rtog'im avariya bo'lgan edi. Bir marta operatsiya qildirdik. Ikkinchi operatsiyaga pul muammosi bo'ldi. Pul qidirishni boshladi. Pul qidirib dedi, o'sha eskidan tanishim bo'lgan Abdurahmonovni nima edi xullas, soliqchiga telefon qildim. Keyin u bilan o'sha hokimiyatning binosini oldida ko'rishdik. U shoshilib turgan ekan. Shoshilib turganligi uchun meni dedi, tezroq ayting dedi. Men endi uyga ketayotgan ekan, mashinasiga o'tirib oldim. To yo'l yo'lakay aytaman deb, eskidan tanishman dedi Abdurahmonov bilan. Yo'l yo'lakay ketdik dedi. Yo'lda ham ayta olmadim dedi. Pulni. Keyin uyga kelgandan keyin uy ichkarisiga kirdik dedi. Ichkarisiga kirgandan keyin oshxonada o'tirib gaplashib turuvdik dedi. To'satdan ko'chadan tapir-tupir boshlanib qoldi. Keyin Abdurahmonov ko'chada bolalar ko'pda o'ynayapti shekilli deb turuvdi. Keyin kirib kelishib, falonchi nomlari esimda yo'q ana bu xodimlarni. Falonchi dedi kelib qonimga tepdi dedi, 1,5 metr sakrab ketgan aytmadi. Qonimga tepdi dedi. Sochimdan ushlab tortdi dedi.
Bu yoqqa deb tepadan kimdir qichqirdi dedi. Ikkinchi qavatga sudrab olib chiqishdi dedi. Olib chiqishib, o'sha yerda keyin meni tepada tepdi dedi shekilli. Tepganda men karaxt bo'lib qoldim. O'sha paytda yechintirib tashlashdi meni dedi. Yechintirib, qimillamay qoldim dedi. Keyin soliqchi ham o'sha yerda edi dedi. Keyin ular qaytaga tushib ketishdi pastga tushib ketishib, yana qaytadan kirishdi. Go'yoki biz shunaqa ishlarni qilayotgandek sahna yaratishdi. Ko'rib turibsiz, videoda hammasi isboti bor, undan dedi. Endi bir narsani e'tirof qilish kerak. Direktorni ya'ni keskin gapirishligi ko'pchilikka masalan xavotir uyg'otadi. Bunga qarshi gapiraman degan ba'zi masalan advokatlar ba'zi o'rinda tutilib qolyapti. Nimaga keskin gapiryapti? Ayolda keskin suhbat ritorikasi bor. Buni ritorika deydi. Inson o'zini ya'ni haqligini isbotlash uchun jumlalardan to'g'ri foydalana oladi. Haqmi, nohaqmi u muhim emas. Ya'ni ritorika qila oladi, safsata qila oladi. Men bu safsata qilyapti demoqchi emasman. Bu ritorika bu. Keyin nima bo'ldi? Undan keyin ichki ishlar kelib majburladi. Sen dedi buni meni zo'rlayapti deb majburlab yozib berasan dedi. Yozmayman dedim. Keyin ichki ishlarga olib borishdi. Erim olib kelishdi. Erim kasal dedi menimcha. Eri ham kelgan ekan o'sha anaqaga. Ichki ishlarga. O'sha joyda soat 5 da kirib bordik, 4 da chiqib ketdim dedi. Ular xohlagan narsani yozib berdim dedi. Asosiy uyushtirgan Akmal ekan dedi. Akmal Hajjayev ekan. Начальник militsiya oxirida bildim dedi. Xullas mana shu qisqaroq shuni esimga kelgancha gapirdim. Ana undan keyin savol boshlandi. Birinchi turgan advokat boshladi savol berishlikni. Xo'p, sizga pul rosa zarur ekan. Ya'ni xalqimiz ko'p so'rayotgan savollarni beryapti. Chunki ijtimoiy tarmoqda juda rezonans bo'lgan bilasizlar. Pul kerak ekan. Nima uchun hokimiyatda oldida olmadingiz? Nima uchun boshqa joyda emas? Nima uchun aynan hech kim yo'q xonadonga kirib, uyi ichiga kirib, uyi ichida olyapsiz? Nimaga? Desa men unga javob berdim. Vaqti yo'q ekan, shoshilib turgan ekan. O'shaning uchun keldik. Men endi oldindan tanishman, shu keldim, uy ichiga kirib oldim. Ha, bo'pti dedi. Ikkinchi savol. Savollarning tartibi o'zgarishi mumkin, lekin sizga bo'lgan narsani aytib beraman. Ko'zim ko'rganini. Ikkinchi savol. Xo'p. Sizlar anaqaga kirganinglarda, uyga kirganinglarda uyni eshigini qulflaganmisizlar, yo'qmi? dedi. Qulflaganmisizlar, yo'qmi? Uni bilmayman dedi. Bo'pti, keyingi savol. Endi xunuk savollar ham berdi. O'rtada biroz tension yuksaldi deydi turklarda. Davleni oshdi. Bu advokat savol beryapti. Direktor bir-ikki anaqa ham qilib tashadi. Siz xotinga o'xshab chaynanavermang. Anaqa qildi. Keyin direktor advokat aytdiki, men sizni shaxsiyatingizga o'tganim yo'q dedi. Desa, to'satdan orqadan bir kishi hali shaxsiyatga ham o'tasizmi deb baqirib qoldi. Qarasam bir yoshi 60'larda bir amaki. Ko'zimga siq ko'rindi, keyin bilsam xalq dardi degan bir anaqa bor. Adham nima deb degan odam u. Ha dedim, ko'zimga siq ko'rinayotdi bu ekanda. Shart o'rnidan turib minbarga chiqib olib sudiga qarab turib, men xalq dardidanman deb qasa bo'ladimi? Sud ketyapti. Sud jarayonlarida amakini qilig'ini qarang. Sudi ham hayron. Kimsiz siz deyapti. Men xalq dardidanman debdi. Yo, familiyangiz nima deyapti. Keyin u yoqdan bu yoqdan odamni chiqarib oling buni sudga, undan bundan. Eng kritik nuqta. Hop, birinchi etajdan sizni urib, sudrab tepaga sochingizdan tortib olib chiqqanligiga dalilingiz bormi dedi? Bor dedi. Ekspertizada bormi dedi? Ekspertiza soxta bo'lgan dedi. Xo'p, sizni sochingizni tortganda sochdan yulinadi. Undan keyin o'tda joy tekshirilgan. Soch tolalarida shunaqa, boshingizda shunaqa holat uchradimi? Ekspertiza soxtalangan dedi. Xullas, dalilingiz bormi dedi? Bor dedi, lekin dalil yo'q. Undan keyin video bor dedingiz.
uni ikkinchi advokat so'radimi, esimda yo'q xullas. Video bor degansiz 19 minutlik qanchaya? Men 19 minutlik video bor demaganman dedi. Yo shuni sizni urib yechintirganlari to'g'risida video bor degansiz. O'sha videoni sudga taqdim qilaman degansiz. Qilasizmi dedi. Deganda sudning oxirida qilamiz dedi. Demak bor ekan. Ularning hali ham da'vosi bo'yicha 19 minutmi, 9 minutmi video bor ekan. Buni sudda oxirida taqdim qilamiz dedi. Direktor shaxsan aytdi buni. Kutib qolamiz, endi o'sha video taqdim qilinsa, biz ham shuni tarafdorimiz. Agar yana qaytib aytamiz, direktorni urib, yechintirib, o'sha joyda shunaqangi sahna yaratilgan bo'lsa, eng og'ir jazo, ya'ni shu ish uchun berilgan eng og'ir jazoni berish tarafdorimiz. Yana qaytib aytyapmiz shu gapni. Lekin bu gap bo'lmasa, buni tuhmat sifatida menimcha malakalash kerak. Xalqning dardidan, hissiyotidan foydalanib bu ishlarni qilganlarga bundan keyin bunaqa qilish yaxshilik bo'lmasligini, xalqning hissiyoti, dardi sotiladigan narsa emasligi, xalq sirkka olib chiqib o'ynatadigan maymun emasligini bir bildirib qo'yish kerak shunaqa odamlarga. Endi eng kritik savollardan bittasi, "Xo'p, deyapti, sizni majburan yechintirishgan bo'lsa, endi uzr-ku dedi, qo'pol bo'lsa ham aytaman dedi. O'sha dedi, o'sha narsani o'sha narsaga kiydirib qo'ygan kim unda dedi." Desa, direktor javob berdiki, "Meni a'zoyimda bo'lganda men javob berardim" dedi. "Boshqani a'zosida u javob bersin" dedi. "Yo'q, o'sha shunaqa narsani ham kiyintirishganmi, sahnalashtirilganmi" dedi. Desa, "Endi bilmayman, yechintirib yotqizganda salfetka ilinib qolgan bo'lishi mumkin" dedi. Shunaqa dedi. Sud qisqaroq shundan iborat. Endi buni xohlagan joydan kesib, bemalol tarqataverasizlar. Tashqariga chiqdik. Endi xalq Alloh rozi bo'lsin, ko'pchilik bizni hurmat qiladi. Ko'pchilik rasmga tushib, anaqa qildi. Haligi xalq dardi profili o chekkada turibdi. Hech kim so'rashmayapti bechara bilan. Men kutdim endi ularni. Kelarmikin dedim. Men endi yugurib borib olsam, g'alati ko'rinadi, atrofimda odam ko'p, hamma tashab burchayda hech kim borib so'rashmayotgan odam bilan gaplasha olmayman-ku, g'alati bo'ladi-yu. Kutdim, ular kelmadi. Yuzma-yuz to'g'ri kelib so'rashmadi ham. Men so'rashlarga muhtoj emasman. O'sha Otabek Jo'rayev bilan ham, Otabek Jo'rayev keyin chiqib domla keldi, surib yubordi debdi. Biz surib yubormaymiz biz. Yuzma-yuz gaplashamiz har doim. Keyin tanaffus bo'lgandan keyin biz safarimiz bor edi. Mashinaga o'tirdik, ketdik. 3 ta nuqta.